Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Efirda Paranews ko'rsatuvi va studiyada jurnalist Azizjon Mirsaidov. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasining yakunlanayotgan oktyabr oyida amalga oshirgan ishlari va sportchilarimiz qayd etgan natijalar bilan tanishtirib o'tamiz. Sentyabr oyida start olgan parayengil atletika bo'yicha jahon chempionati bahslari o'z nihoyasiga yetdi. 9 kun davom etgan musobaqada dunyoning 109 mamlakatidan jami 1400 nafarga yaqin paraatletlar ishtirok etib, g'oliblik uchun kurash olib bordi. Vakillarimiz Toshkentga 12 ta medal bilan qaytib kelishdi. Hindistonning New Delhi shahrida o'tgan parayengil atletika bo'yicha jahon birinchiligi o'z nihoyasiga yetdi. 9 kun davom etgan musobaqada dunyoning 109 mamlakatidan jami 1400 nafarga yaqin paraatletlar ishtirok etib, g'oliblik uchun kurash olib bordi. Quvonarlisi, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari turnir davomida 5 ta oltin, 5 ta kumush va 2 ta bronza, jami 12 ta medalni qo'lga kiritgan holda muvaffaqiyatli ishtirok etib, vatanga qaytishdi. Parasportchilarimizni an'anaga muvofiq Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda kutib oldik. Tadbirda Milliy Paralimpiya qo'mitasi, sportchilarimizning yaqinlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Jamoa O'zbekiston! Jahon chempionatiga borib keldik. Yadro otish bo'yicha 6-papitkada yadroni 899 natija bilan 3-o'rinni qo'lga kiritdim. O'zi 5-o'ringa ketayotgandim. Shuni otdim, yadroni qarasam, yo'q, o'ringa kirmadim deb o'ylaganim, qarasam 899, ikkinchi o'ringa ko'tarilibman. Men bundan bayon to'g'risanman. Musobaqada birinchi o'rinni olib jahon chempioni bo'lib keldik. Tayyorgarlik juda qiyin bo'ldi. Baribir soperniklarim kuchli edi, raqiblarim. Ancha qiyin bo'ldi borib yutishda ham. Chunki ancha tajribali sportchilar bilan kurashdikda. Buyog'iga ham to'xtab qolmaymiz nasib bo'lsa. Natijam bundan-da yaxshi qilishga harakat qilaman. Medal jamg'argan paraatletlarimiz orasida yozgi paralimpiya g'olibi Yorqinbek Odilovni ham ko'rish mumkin. Hamyurtimiz F57 klassidagi nayza uloqtirish bahslarida kumush medalni qo'lga kiritdi. Parajahon chempionati bizga olimpiadadan so'nggi dastlabki katta yirik dunyo bo'ylab o'tkazilgan musobaqa. Biz paralimpiya o'yinlaridan so'ng ozgina fursatli tanaffusdan keyin tez kam muddat ichida yana biz mashg'ulot jarayonlariga kirishdik. Jamoamiz bosh murabbiyi Sardor Abduhalikov boshchiligida. Biz paralimpiya chempionlari uchun dastlabki biz uchun imtihon musobaqasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz ham harakat qilgandik, lekin raqib komandalarimiz ham o'sha olimpiadaning alami bor deymizmi, ular ham qattiq tayyorgarlik ko'rishgan ekan. 52 metr 06 santimetr bilan Osiyo o'yinlari, Osiyo paralimpiya rekordini o'rnatishga muvaffaq bo'ldim. Albatta bu yakun emas. Biz yana mehnatda davom etamiz. Bizning oldinda Parosiyo o'yinlari va eng asosiysi Los Angeles paralimpiya o'yinlari kutyapti. Ma'lumot o'rnida New Delhida o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston medallar jamg'arish bo'yicha umumjamoa hisobida 14-o'rinni egalladi. Sportchilarimizni oldinda Parosiyo o'yinlari kutib turibdi. To'rtinchi 6 oktyabr kunlari Toshkent shahrida paravelosportning trek yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Poytaxtimizdagi Respublika velosport mahorat maktabida paravelosportning trek yo'nalishi bo'yicha mamlakat chempionati o'z nihoyasiga yetdi. 2 kun davom etgan birinchilikda respublikamizning turli hududlaridan jami 100 nafar atletlar bahs olib borishdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra umumjamoa hisobida Toshkent shahri vakillari tengsiz bo'ldi. Ikkinchi o'rin Toshkent viloyati jamoasiga nasib etgan bo'lsa, Andijondan kelgan paravelosportchilar 3-natijani qayd etishdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan medal va maxsus diplom bilan taqdirlanishdi. 6-8 oktyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashabbusi bilan Sport vazirligi hamda Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti Toshkent shahri filiali hamkorligida inklyuziv jamiyatni shakllantirishda adaptiv sportning o'rni mavzusida o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda.
Mazkur seminar dastur doirasida ishtirokchilar uchun nogironligi bo'lgan shaxslar bilan samarali ishlash usullari, ularni sportga jalb etish va qiziqtirish mexanizmlari, jismoniy reabilitatsiya va sport klassifikatsiyasi masalalari, sohada raqamlashtirish jarayonlari, davlat va nodavlat tashkilotlarining o'rni va hamkorlik imkoniyatlari, adaptiv sport turlari hamda xalqaro nufuzli musobaqalar tajribasi bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Seminarda soha vakillari bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining davolovchi jismoniy tarbiya va sport yo'riqchilari ham faol ishtirok etdi. Bu tashabbus adaptiv sportni rivojlantirish, jamiyatda inklyuziv muhitni mustahkamlash va imkoniyati cheklangan shaxslarni sport orqali ijtimoiy hayotga jalb etishda navbatdagi muhim qadam bo'ldi. Mazkur oyda parapowerliftingchilarimiz Misr poytaxti Qohira shahrida tashkil etilgan jahon chempionatida ishtirok etdi. Dastlab o'smirlar va yoshlar o'rtasida, so'ngra kattalar o'rtasida bo'lib o'tgan dunyo birinchiligida delegatsiyamiz a'zolari kuchlilar qatorida e'tirof etildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Joriy yilning 9-10 oktyabr kunlari Misrning Qohira shahrida parapowerlifting bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati bahslari o'tkazildi. Ushbu musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etib, yuqori natijalarni qayd etib, vatanga qaytishdi. Turnirdan qaytgan sportchilarni Milliy paralimpiya qo'mitasi mutasaddilari, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda ularning oila a'zolari Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda kutib olishdi. Men 73 kg vazn toifasida 110 kg natija qilib jahon rekordini yangiladim. Musobaqada asosiy qiyinchiliklar shu hayajon bo'ladi. Odamda ozgina ham birinchi katta musobaqamiz bu. Xohlasa keyingilarida bundan ham yangi rekordlarni qo'yib, birinchilikka intilishga harakat qilamiz. Bundan ham ko'proq. Hozirda keyingi tayyorlanayotgan musobaqamiz 2025-yil dekabr oyida bo'ladigan Osiyo o'yinlari. Unga ham munosib ishtirok etib, shuncha medal bilan qaytishga harakat qilamiz. Mana vazn toifasida 5 nafar ishtirokchi bo'ldi va qiziq bahs bo'ldi. Uning ichida ikkinchi o'rinni oldim. 1 kilogramga yutqizib, juda alamli mag'lubiyat bo'ldi. Bu mana xalqaro toifadagi 3-musobaqam va birinchi kumush medalim. Qolgan oltin bo'lgan ikkitasi. Qayd etish kerak, bu galgi jahon chempionatida ishtirokchilar soni ham ortgan. Xususan 27 ta mamlakatdan 120 ga yaqin sportchi qatnashgan turnirda vakillarimiz 2 yosh toifasiga ko'ra naqd 47 ta medalni qo'lga kiritdi. Ulardan 27 tasi oltin, 11 ta kumush va 9 ta bronza. Musobaqada qo'lga kiritilgan natijalar va tajriba bu yil o'tkaziladigan yoshlar o'rtasidagi Paraosiyo o'yinlariga muhim poydevor bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda. 12 oktyabr kuni Yaponiyaning Chiba shahrida paratriatlon bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Mazkur qit'a birinchiligida O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etdi va yakunda 2 ta bronza medaliga ega chiqishdi. Jumladan yakkalik dasturlarida startga chiqqan Baxtiyor Murtazoyev erkaklar o'rtasida 1 soat 8 daqiqa 33 soniya natija qayd etib shohsupadan joy olgan bo'lsa, ayollar o'rtasida Shohsanam Sobirjonova 1 soat 28 daqiqa 29 soniya vaqt bilan delegatsiyamiz hisobiga ikkinchi bronza medalni qo'shib qo'ydi. 18-23 oktyabr kunlari Nukus shahrida ko'zi ojizlar o'rtasida 5 ga 5 futbol bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahridagi Nurli Maskan maktab-internatida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilar o'rtasida 5 ga 5 futbol bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. 5 kun davom etgan musobaqada mamlakatimizning turli hududlaridan jami 6 ta jamoa g'oliblik uchun o'zaro bahs olib bordi. Murosasiz kechgan bellashuvlar yakunida chempionlik Toshkent shahri jamoasiga nasib etdi. Mezbon Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoasi esa finalda imkoniyatni boy berib, kumush medal bilan taqdirlanishdi. Kuchli uchlikni esa Navoiy viloyati jamoasi yakunlab berdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan medal, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. 20-22 oktyabr kunlari Toshkent viloyatining Angren shahrida parayengil atletika bo'yicha O'zbekiston kubogi tashkil etildi. Yangiobod Respublika o'quv mashg'ulotlar bazasi mezbonlik qilgan O'zbekiston kubogida tajribali sportchilar bilan bir qatorda ko'plab yosh paraatletlar ham g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Я заняла 3 первых места в спринте на 100 метров и 200 метров и в прыжках в длину. Juda kuchli musobaqa bo'lib o'tdi va raqiblarim juda kuchli edi.
Ahamiyatlisi, musobaqa doirasida bir qancha dasturlarda mamlakat rekordlari yangilandi. Bundan tashqari murabbiylar yosh sportchilarning imkoniyatlarini sinovdan o'tkazib olishdi. Shuningdek, O'zbekiston Kubogi 2025 musobaqasida ilk bor o'zbek para-yengil atletikasida aralash jamoaviy dasturdagi estafeta bellashuvlari tashkil etildi. Ya'ni trassani ko'rsat. o'n ikkitami 13ta O'zbekiston rekordi bo'lgan, yangilangan. Bu yengil atletikani o'sishi deyiladi. Oktyabr oyi davomida Paralimpiya oilasida o'tkazilgan xalqaro musobaqalar, tayyorgarliklar hamda tadbirlar tafsilotlariga oid lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.